Assalomu alaykum. Oltiariq Sho'rva kanalining obunachilari, uzoq yaqindan kuzatib borgan aka-uka singillar. Sizlarga bir bosh buqa, bir bosh onajin ko'rsatmoqchimiz. Qo'ldan kelgancha 100 talik simintalardan ko'rsating deganlarga kelib, kattaroqlaridan, qochishga tayyorroq, buqani haligi nomeradin zotga tayyorlayman deganlarga tavsiya beramiz. Ikkovsini bitta joyga olsalang, xudo xolasa yo'lida qilib zo'r qilib beramiz akalar. Onajinni ham 100 talik boshqachasidan akalar. Arqalarini ko'ringlar, pachka narsa. Bir-biridan go'zal buqa va onajinlar. Turishini qarang, uzunligi ham mavshim uzun akalar. Janavor turishini qaranglar. Bag'baqalar ham rasa kelgan, oyoqlar rasa istagan tuyoq akalar. Bular shox kuydirilganmi? Zavatskiy to'qol ekan akalar. Janavor uzunligini ham bir e'tiborga olib ko'rasizlar. Bizni maqtashimiz kerak yo'q akalar. O'zlaring ko'raverasizlar. Mana. Yeyishiga, ichishiga, qoniga garantiya beriladi akalar. Mana ko'rib turibsizlar. Bo'ylariga kelib buqani ham hozir ko'rsataylik. To'sib turasiz. Mana buqamiz akalar. Oyoqlar stakan tuyoq, arqa oyoq ko'rib turibsizlar, tikka. Tomonga o'tamiz. Tepalarni ko'rib turibsizlar akalar. Mana bag'baq rasa kelgan. Arqa pachka. Janavor turishini qaranglar. Bag'baqa ham rasa kevorganda akalar, sutga to'yib ichgan. Mazaq katta bo'lgan buqa va onajinlar. Mana akalar. Bag'baqani qaranglar. Bunisi ham to'qol ekan akalar. Zavatskiy shoqi. Tepasini qaranglar mana. Tepada ham tuxum turaveradi akalar. Bunisida ham. Bularni yoshiga keladigan bo'lsak, yoshlari bunisi 10 oy atrofida, bunisi 8 oy atrofida buqa. Bu buqa 8 oylik ekan akalar. Ikkovsini bitta joyga olaman deb havas qilganlarga kuzatib turadi-yu, juda ko'pchilik chiqsa, zo'ridan chiqsa olaman deganlarga shular tavsiya beramiz akalar. Bizga obuna bo'lib, mashinadan bosib ko'rasizlar akalar. Janavor turishlarini qaranglar. Sigir bo'lsa ham xudo xolasa 35 ta 40 litr sut beradi xudo xolasa. Buni onalarini ko'rganmidingiz? Necha litrdan sut bergan? Bilmaysizmi? Necha litr sut berganini bilishmas ekan, lekin akalar o'zi bilinib turibdi. Janavor turishini qaranglar. Buni bo'ylarini o'lchadik. Narigisi 1.20 ga plus. Bunisi 1 necha bunisi? 1.30 ga borib qolgan. 1.25 plus akalar. Tepa ham rasa kelgan, sutga to'ygan. Fermadan chiqqan ekan, Astriskiy ekan. Astriskiy devorlar akalar. Obunachilarim, sizlarga ikkovsini ham tavsiya beraman. Zo'r narsalar. Bunaqa maqtashmasu, buqa ham go'zallari. Ko'rib turibsizlar, bo'yindiyu, oyoqlardiyu, hamma yo'q kelganligi qonni osilib, xuniylashmagan. Ko'rib turibsizlar mana. Pachka bo'lib turibdi. Bu onajinni uzunligi vobshim uzun akalar. Videoda kichkina ko'rinib turgan bo'lishi mumkin akalar. Katta kichkina ko'rinib turgan bo'lishi mumkin. Mana. Manzil Farg'ona viloyati, Oltiariq tumani, Hamza sharchasida akalar. Kelib ko'rib bemalol suvda suvdan qilaveramiz. Keyin dastavkaga keladigan bo'lsak, dastavka kelishilgan holatda bor akalar. Dastavka muammo bas. Mashinalar ko'p. Oyliklarni hamma yo'qni akalar. Buni narxlariga keladigan bo'lsak akalar, narxlarini nech pul deylik ekan. O'zi yangi tug'ilganlari ham
15 million, 16 million, 17 million atrofida bo'lyapti. Zo'rlari shunaqa narx qo'yapti. Endi bu xonajillar bir partiya qilib uyiga tashab qo'ysa maza qilib boqishadi. Buni sigirib bo'lsa, bo'lasa zo'r pulga ketadi akalar. Obunachilarim, sizlarga tavsiya beraman. 100 taliklari. Narxlariga keladigan bo'lsak, narxlari akalar bomba narxlari. Ikkosiga jupiga 59 million, kami bor akalar, xayri bor. Kelishamiz. Telefon qilaverasizlar. Telefon nomer 950 831 0047. Telefon qilaverasizlar, kamini qilib beramiz, xayrini qilib beramiz akalar. Ko'rib turibsizlar, tepasi qachga narsa. Chup. Ana akalar. Bag'baqa hashim kelib o'rgan. Sutga to'ygan buqalar, xonajillar mana. Janovar bag'baqalarni qaranglar. 59 million akalar. Kami bor, xayri bor. O'zinglar ko'rib turibsizlar. Qachga narsalar. Mana xonajin. Mana buqa. Rasmiga olamiz bunday qilib. O'ttizga mahlinga rozi bo'lasizlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar akalar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Obuna bosish esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.